Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz tiflopedagogikaning rivojlanish istiqbollari. Demak, rejalarimiz tiflopedagogikaning hozirgi holati va asosiy vazifalari, soha rivojlanishining zamonaviy yo'nalishlari, tiflopedagogikaning kelajakdagi istiqbollari, tiflopedagogika ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'limi, tarbiyasi hamda reabilitatsiyasi bilan shug'ullanuvchi maxsus bo'lim hisoblanadi. Hozirda bu sohani dolzarbligi oshib bormoqda, chunki ko'rishda muammosi bo'lgan bolalarning soni ham ortib bormoqda. Shuning uchun ularga maxsus ta'lim sharoitini yaratib berish zarur bo'ladi hamda yaratilmoqda. Hozirda ular uchun maxsus maktablar, maktab internatlari, inklyuziv sinf faoliyati kengaytirilmoqda. Ular uchun maxsus ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun hozirda moslashtirilgan ta'lim darsliklari hamda taktil materiallar, braille alifbosidagi qo'llanmalar bilan ishlab chiqilmoqda. Hozirda ular bilan individual shug'ullanuvchi tiflopedagog, defektolog hamda o'qituvchilar ham tayyorlanmoqda. Demak, tiflopedagogikaning asosiy vazifalari ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning intellektual, nutqiy, ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, ular uchun qulay o'quv muhitini yaratish, mustaqil harakatlanish ko'nikmalarini shakllantirish hisoblanadi. Soha rivojlanishining zamonaviy yo'nalishlari. Bugungi kunda tiflopedagogika sohasida yangilanishlar ko'proq texnologiyalar va inklyuziv ta'lim bilan bog'liq. Biz asosiy zamonaviy yo'nalishlariga inklyuziv ta'limni rivojlantirish, assistiv texnologiyalarni qo'llash, ovozli o'quv dasturi va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Erta tashxis va erta aralashuv tizimi ko'ruv nuqsoni erta aniqlansa, bola rivojlanishi ancha yaxshilanadi. Shu sababli 2-3 yoshdan bola tiflopedagog yordam berish kengayib bormoqda. Tiflopedagogikaning kelajakdagi istiqbollari. Kelajakda tiflopedagogika yanada yuksalib, ilg'or texnologiyalar asosida rivojlanib boradi. Inklyuziv ta'limning kengayishi, ko'zi ojiz bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va mutaxassislar bilan ta'minlash, o'qituvchilarni inklyuziya bo'yicha tayyorlash va xabarlarni olish hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, tiflopedagogika kelajakda yanada takomillashadi, chunki hozirda maxsus o'qituvchilar soni oshib bormoqda, inklyuziv ta'lim joriy qilinmoqda, ular uchun maxsus sharoitlar yaratib berilmoqda. Tiflopedagogikaning asosiy maqsadi ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolani kelajakda mustaqil va faol shaxs sifatida rivojlanishga yordam berish.